Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Hurmatli chayon burch sohiblari, hurmatli skorpion va skorpionshalar. Biz sizlarni juda ham sevamiz. Bu kayfiyat uchun 2025-yil iyul oyiga. Hurmatli chayon burch sohiblari. Xo'sh, asosiy maqsadlaringiz nima? Ko'proq sizni oxirgi paytlar o'ylantirgan narsa. Asosiy maqsadlaringiz nima? Asosiy maqsadingiz oilaviy ishlaringizda va hayotingizda turli xil qiyinchiliklarga chap berish, oilangizni muhofaza qilish, oilangizni tinchligi, farzandlaringizni tinchligi, farzandlaringiz xursand bo'lib yurishi, o'zlaridan tinib tinchishi. Agar farzandlaringiz bo'lmasa, ishxonangiz yoki ishxonada siz boshliq bo'lsangiz, o'zingizni karyerangizni tinch va hammasi osoyishta bo'lib, biron bir to'siqlardan himoya qilish. Ya'ni rejalar tuzyapsiz, planlashtiryapsiz. Xo'sh, sizni nimalar kutmoqda? Ya'ni yo'q, sizni ichki asosiy maqsadingiz. Bu asosiy maqsadingiz, bu ichki maqsadingiz, aqlingizdagi maqsad. Hurmatli chayon burch sohiblari, mana to'g'rilab gapiryapmiz. Bu sizni mana shu kungacha qilgan ishingizni, mehnatingizni samarasini noto'g'ri ekanligini ko'rdingiz. Bu sizga razочарование berdi. O'zi har doim skorpionlar razочарование ichida qolib ketadi. Sababi ular to'g'ri so'zni gapirgani uchun, to'g'ri xatti-harakat qilgani uchun ko'pchilikka yoqmaydi. Aynan sizni o'zingiz sezdingiz, siz qattiq aldanganligingizni sezdingiz. Bu sizni ko'nglingizni biroz og'ritib qo'ydi. Lekin bu degani bu sizda bu og'riq, bu hammasi faqat foydaga ishlaydi. Sizga kelgan og'riq foydaga ishlaydi. Siz transformatsiya qilib undan ham kuchli odamga aylana boshlayapsiz. Ya'ni siz skorpion va skorpionshalar, chayon va chayon, hurmatli chayonlar, sizlar kuchli bo'lishni boshladingiz. Siz reja tuzishni boshladingiz. Siz endi yo ostidan, yo enidan, yo bo'yidan hal qilishni, ya'ni maqsadingizga har qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham erishishni boshladingiz. Va bu narsa bemalol qo'lingizdan keladi. Faqat xohlasangiz bo'ldi. Sizning xohishingiz ro'yobga chiqadi. Xohlasangiz bo'ldi. Hammasi javob beradi. Sizni xafa qilganlar, ular sizga hech narsa qilishingiz kerak emas. Sizni xafa qilganlar, sizni aldaganlar o'zlarini qopqoniga o'zlari tushadi. Ishingiz 5 bo'ladi. Intuitsiyaga quloq soling. Siz o'z hayotingizda boshqaruvchisiz. Juda ham sodda bo'lganingiz bilan sizni doim qo'llab-quvvatlovchi qandaydir ko'rinmas kuchlar bor. Siz doim hammasini eplab ketasiz. Потому что naskvoz ko'rasiz hammasini. Har doim bundan keyingi karta buni nimaligini, mana bundan keyin bu karta tushdimi? Bu kartani ma'nosi o'zgaradi. Bu degani rostdan отшельник degani. Верховная жрица и bu отшельник esa bu sami ikkalasi bir joyga tushsa buyuk signal beradi. Aqldan, karyeradan, bilimdan, intuitsiyadan, sog'lik bo'yicha ham, ish bo'yicha ham hech kim bellasha olmaydi degan ma'noni bildiradi. Agar ko'proq empatiyaga ega bo'lgan skorpionlar bo'lsa, empatiyasi bo'lsa. Empatiya juda muhim skorpionlar uchun. Agar empatiyingiz bo'lmasa, sizning g'alati so'zlaringiz va g'alati gaplaringizga sizning ustingizdan kulib, sizga to'siq qo'yuvchilar ko'proq bo'ladi. Siz empatiya bilan ish olib boring. Empatiya bu qora psixologiya deyiladi. Qora psixologiya sizning bu qurolingiz bo'lishi kerak. Temniy psixologiya degani. Ya'ni siz empatiyingiz kuchli bo'lsa, sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'sh, nimalar, ya'ni sizni nimalar kelishidan ogohlantirishi. Yangi tanishuvlar, yangi tanishuv, yangi ishxona, yangi taklifnomalar, yangi sevgi, yangilik. Bu sizni ham quvontiradi, ham unchalik ta'sir ham qilmaydi. Chunki sizni hayotingiz shunaqa go'zalki, xuddi hayotingizdagi qo'rqinchli voqealar ko'p-da, yangiliklar ko'p-da, siz уже ko'p narsaga hayratlanmaydigan bo'lib qolsangiz ham, lekin iyul oyida eshitgan xabar yoki siz olgan xarid yoki siz shartnomada yutib chiqqan holat, bu sizni quvontiradi. Bu kutilmaganda bo'ladi. Siz bundan quvonasiz, hurmatli skorpionlar. Hamda hurmatli skorpionlar, ogohlantiruv bu iyul oyida sizda ishxonani almashtirish xohishi uyg'onadi.
ishxonani almashtiraman, yo ko'chib ketaman, yo boshqa joyga o'taman. Ya'ni sizga va'dalar bo'ladi, xushxabarlar bo'ladi. Xushxabarlardan boshingiz shoshib qoladi. Sizni juda ham oldin hurmat qilmaganlar hurmat qilib, yana ham boshqacha shartnomalar kelib qolishi mumkin. Bu narsaga uchib ketib qolmang, oyligim kam ekan deb. Sizda oylik sekin-asta ko'tariladi, yana ham sekin-asta siz zo'r natijalarga erishasiz. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Hech bo'lmasa bitta ishxonada siz uzog'i 5 yil ishlashingiz kerak. 4 yil, 5 yil uzog'i. Lekin ko'pincha skorpion erkaklar bor, ko'pincha ishxonasini tez almashtirishadi. So'zidan tez qaytib qoladi. Bu ularning cho'ntagiga zarar bo'ladi. Ya'ni sizlarga tavsiyamiz bu erkaklar uchun, erkak skorpionlar uchun ishxonangizni hozir almashtirish tavsiya qilmaymiz. Bu yomon postsiya keltirib chiqaradi. Siz kutgan natijani ola olmaysiz. Agar almashtirmasangiz, siz albatta g'alabaga erishasiz. Mana qarang. Almashtirmang, va'dalarga uchmang. Iyul oyida yaxshi katta va'dalar bo'ladi. Iltimos va'dalarga uchmang. O'zingizning intuitsiyangizga quloq soling. Ayol skorpionshalar, qiz bola skorpionshalar, sizda hammasi yaxshi. Siz endi haqiqiy sevgini uchratasiz. Siz endi haqiqiy do'st nimaligini his qilasiz. Siz ko'p narsani, ko'pchilikni udalik qilasiz, ko'pchilikni topasiz. Va hayotingizda yana ham yorqin kunlar sizni kutmoqda. Hammasi zo'r, faqatgina erkak skorpionlar ko'pincha Lilith borligi uchun ham hozirgi paytda 9 oy davom etadi. Planeta bo'yicha gapiryapmiz, astrologiya bo'yicha ular ko'pincha va'dasida turmay qoladi-da. Ko'p narsada turmaydi. Masalan, bugun bunaqa deb tursa, ertaga birdan aynib qolishi mumkin. Bugun bunaqa hal qilsa, ertaga boshqacha. Bu albatta atrofdagilarni, ularni qo'llab-quvvatlovchi odamlarni jahlini chiqaradi. Hurmatli erkak skorpionlar, va'dangizda turishga harakat qiling, shoshilmang, siz natijalarni juda zo'rini olasiz. Ozgina sabr qiling.